Maşalloh deysizlar, qaranglar. Allohning izni bilan bu ishlarimiz avjida, gazini bosyapmiz. Bolalar chiroyli darvozalarni bitirishga davom etishmoqda. Bu alohida Jizzaxga kalitga qo'yilgan joyga darvoza qilib berganmiz. Bu yoqda katta darvozasi garaj uchun joylashtirilgan. Hamma ishlarimiz birin-ketin bitib chiqmoqda. Mashinamiz yo'lda, siraz ortamiz, egalariga issiqqina chiqazib boramiz. Qaranglar, darvozalar hammasi tayyor bo'lib qoldi. Bu yoqda adnali qismlarni ham o'rab qo'yilgan. Hammasi egalariga topshirishga tayyor. Jarayonda, svarka jarayonida birin-ketin darvozalar yasalmoqda. Ramkalarimiz bitib chiqmoqda. Bularga lis bosib, kraska jarayoniga o'tkazib yuboramiz. Akalardan Alloh rozi bo'lsin, haqiqiy mehnat qilib, halol mehnat peshini teri bilan pul topishadi, oila boqishadi. Haqlariga duo qilib, ishlarimiz yoqsa like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bu tomonda ham mana bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta darvozamiz bu ishxonani o'zida sborka qilinmoqda. Keyingi ishxonamizda ham 7-8ta darvoza tayyor bo'lib chiqmoqda. Shedar